Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, dehqonlar. Bugun sarimsoq ekin maydoniga kelganmiz. Bugungi chislo 2025-yil 2-oktyabr. Xo'p, bu ekin maydoniga nima sababdan keldik? Bundan bir necha kun avval sarimsoq ekin maydonlarini nazoratiga borgandik. Chaqiruv bo'yicha nazoratiga borgandik. Ko'zimizga bakterial kasalligi ilk simptomlari ko'rinib qolganligi uchun shu haqda video ma'lumot qilmoqchimiz. Xo'p, bu kasallikning ilk simptomlari, birinchi navbatda bu kasallik ilk simptomlari haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Ko'pchilik hozir sarimsoq ekkan dehqonlarimiz begona o'tlar bilan kurashish maqsadida gerbitsidni sepishadi. Bu kasallik o'sha gerbitsid bilan sepilgan maydonlarda chalg'ituvchi ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, bir qarashda gerbitsid sepib kuydirganga o'xshaydi-ku, lekin ikkinchi tarafdan o'zini alohida belgilari bor, kasallikka belgilari bor, simptomlari bor. Shu haqida ma'lumot berib ko'rsatib o'tib ketmoqchimiz. Xo'p, eng avvalo sarimsoq ekin maydonlariga kuzatilinadi, qaraladi. Mana bu ayrim holatlarda mana kelib ko'rsatasiz, yaqinroq olib kelib ko'rsatasiz. Mana bu sarimsoq ko'chatini gerbitsid kuydirgan. Mana kuydirganligini o'zini simptomlari, undan tashqari qiynab qo'yganligi bilinyapti. Shu bilan birgalikda mana eski barglar, birinchi chiqqan barglar gerbitsid ta'sirida kuyganligi bilinadi. Xo'p, bu hozirgi kunda ko'pchilik chesnok, sarimsoq, piyoz, shu bilan birgalikda piyoz ekkan dehqonlarimiz gerbitsidlarga ehtiyoj sezishadi begona o'tlarga qarshi kurashish uchun. Ko'pchilik o'sha etiklik, zillik, galaksikof, ermetil ta'sir qiluvchi moddali gerbitsid, shu bilan birgalikda gual, aksiflorfen ta'sir qiluvchi moddali dorilar sepishadi. Xo'p, bu dorilar bu sepgandan keyin ko'p chesnoklar yo bo'lmasa piyozlar uchidan, barglarni uchidan yo bo'lmasa barglarni to'liq kuyishi namoyon bo'ladi. Bu belgi kasallik bilan deyarli bir xil holatda uchraydi, lekin kasallik o'zini alohida xususiy belgilari bor. Shu haqda ham ma'lumot berib ko'rsatib o'tib ketaman. Shu narsa gerbitsid sepish kasallik bilan o'xshash jihatlari borligi uchun u chalg'itadi, gerbitsid ta'sirida bo'lgan deb o'ylashadi, lekin aslida o'zi kasallikning alohida simptomlari bor. Bu haqda to'liq ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Kamerani yaqinroq olib kelasiz, ko'rsatamiz. Xo'p, mana bu kasallikning ilk simptomi bo'lib hisoblanadi. Barglarning siyoh rang tusga kirishi, shu bilan birgalikda mana uchlaridan oqarib, xuddi mana gerbitsid sepganga o'xshab oqarib, kuyganga o'xshaydi, lekin aslida bu kasallikning ilk simptomi va kasallik kuydirishi bo'lib hisoblanadi. Bu bakterial kasallik bo'lib hisoblanadi. Xo'p, bu kasallikning ilk simptomlari bo'lib hisoblanadi. Ana endi bu kasallik qaysi muddatlarda yoki bo'lmasa qaysi vaqtda tarqaladi degan savol o'zidan o'zi tug'iladi. Bu tabiiy. Xo'p, bu kasallik endi yurtimizda asosan kuz va bahor oylarida tarqaladi. Sababiki bu kasallik uchun bahor va kuz oylari bu kasallik uchun qulay harorat muhitini yaratadi. Etiklik bu sentyabr oyini sarimsoq ekinini ekish vaqti yurtimizda hududlardan kelib chiqib turib, janubiy, shimoliy hududlardan, ob-havo, iqlim sharoitidan kelib chiqib turib, etiklik avgust oyining 2-dekadasi va sentyabr oyini 1, 2, 3-dekadasigacha cho'zilib boradi. Mana shu muddatlarda sekin astalik bilan ob-havoni harorati sekin tushib boradi. Xo'p, bu kasallik o'zi aslida o'rtacha sutkalik harorat 2 gradus bilan 30-35 gradus oralig'ida yaxshi rivojlanadi va ekinlarga jiddiy zarar yetkazadi. Sarimsoq ekin maydonlarida sarimsoq ko'chatlariga jiddiy zarar yetkazadi. Ana endi bu kasallikni optimal rivojlanish harorati qanaqa deyiladigan bo'lsa, o'rtacha sutkalik harorat 15 gradus bilan 25-26 gradus oralig'ida kasallik optimal rivojlanadi. Ana endi kasallik uchun qulay muhitlar qanaqa bo'lib hisoblanadi deb aytiladigan bo'lsa, bu etiklik mana shu o'rtacha sutkalik harorat 15 dan 25 gacha bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari qo'shimcha sug'orish me'yoridan ortiqcha sug'orish yo bo'lmasa tuproqda namlik keragidan ko'p saqlanib qolsa, bu kasallikka tezroq rivojlanishiga yordam beradi. Shu jihatdan ham sug'orayotganda e'tiborli bo'linadi. Sug'orayotganda e'tiborli bo'lish jihati shuki, unaqa ko'p bostirib emas, yengil sarimsoq o'zini
chanqog'ini qondiradigan darajada sug'orib turib, kasallikni oldini olish ehtimoli baland bo'ladi shunaqa holatlarni qo'llashsa. Xo'p, aytaylik, ana endi bu kasallikka o'g'itlarga ta'siri qanaqa deb aytiladigan bo'lsa, eng avvalo azotli o'g'itlardan ehtiyot bo'lishadi. Azotli o'g'itlarni me'yoridan oshiqcha berish shart emas. Azotli o'g'itlarni agar me'yorida sal ko'proq berib qo'yiladigan bo'lsa, azotga to'ygan o'simlik kasallik tez tarqaladi, tez o'zini zararini ko'rsatadi kasallik. Xo'p, shu bilan birgalikda kasallik qancha muddat davom etadi? Misol uchun aytaylik, bitta ekinga tushdi desak, bu ekinga tushgandan keyin kasallik o'zini to oxirgi pik yuqori cho'qqisini ko'rsatgunigacha 1 oydan 1,5 oygacha vaqt o'tadi. Bu oralig'ida kasallik ancha rivojlangan bo'ladi. Shu bilan birgalikda ekinlarga jiddiy zarar yetkazadi. Ayrim dehqonlardan shunaqa gaplar ham eshitib qolamiz. Kech kuzda ekin maydonlarim, sarimsoq ekin maydonlarimga kelib, kultivatsiya qildim, sug'ordim, dorilarni berib, keyin ketdim. Keyin orada bir qish oylarida kelsam, xuddi anaqa ko'chatlarimni biri o'g'irlab ketganga o'xshab qurib qolgan, yo bo'lmasa orada yo'q bo'lib ketgan, qurib yo'q bo'lib ketib qolgan joylarini ko'rdik deb aytishadi. Kasallikki simptomlari o'zi aslida shunaqa bo'ladi. Shuning uchun qishga ekinlarni qishga tayyorgarlik ko'rishida azotli o'g'itlarni me'yordan oshiqcha qo'llamasdan nisbatan kamroq berib, o'rniga fosforli va kaliyli o'g'itlarni yaxshi berish, o'sha o'zini me'yorida berish, normal holatda berish bu kasallikka kaliy kasallikka chidamliligini oshirib beradi. Shu bilan birgalikda fosforli o'g'itlar o'simlikka ildiz tizimini yaxshi rivojlantirganligi hisobiga, shu bilan birgalikda o'sha yerdagi ozuqa bazalarini o'ziga kerakli miqdorda o'zlashtirganligini hisobiga kasallik o'simlikda kasallikka nisbatan immunitet shakllanadi. Shu shakllangan immunitet o'simlikka kasallikka chidamliligini oshirib berish ehtimoli baland bo'ladi. Xo'p, yana bir asosiy muhim ma'lumot sifatida aytib o'tib ketmoqchiman. Bu kasallik aytaylik o'sha 2 oy davomida tarqaladi deb boya aytib o'tib ketdik. Endi biza tez orada aytaylik 1,5 oy, 2 oydan so'ng qishga kirib ketamiz. Qishda bu kasallik havoni harorati, o'rtacha sutgan harorat aytaylik 5 gradusdan yoki bo'lmasa o'sha 10 gradusdan pastroq bo'lganda nisbatan kamroq rivojlanadi. Shuning uchun ham bu kasallik o'zini simptomlarini qishda ko'rsatmasligi mumkin. Lekin biza erta bahorga chiqib borganimizda bu kasallik o'sha o'simlikka tushgandan keyin o'zini kasallik saqlanuvchi xususiyati borligi uchun kasallik erta bahorda o'zini ilk simptomlarini namoyon qilish ehtimoli baland bo'ladi. Erta bahorda tez rivojlanib ketish ehtimoli bo'ladi. Sababiki shu o'zini rivojlanishini aytaylik qishki sovuqlarda rivojlanish simptomlarini ko'rsatmaydi va erta bahorga chiqqanda bu kasallik rivojlanib ketish ehtimoli baland bo'ladi, hurmatli dehqonlar. Hop, yana bir asosiy muhim ma'lumot sifatida aytib o'tib ketmoqchiman. Hop, kasallikni tarqalish manbalari nimalar bo'lib hisoblanadi? Shu haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Hop, kasallik tarqalish manbalari asosan oldingi sarimsoq ekilgan maydonlarda qolib ketgan sarimsoq qoldiqlari, shu bilan birgalikda tuproq va suv bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birgalikda yana zararkunanda hasharotlar tarqatuvchi manbalar bo'lib hisoblanadi. Xo'p, zararkunanda hasharotlardan eng asosiylari asosan trips bo'lib hisoblanadi. Trips bu so'ruvchi hasharot bo'lganligi uchun ekindan ekinga, ko'chatdan ko'chatga o'tayotganda kasallik bilan zararlangan ko'chatdan keyingi sog'lom ko'chatlarga o'tganda tarqatish ehtimoli baland bo'ladi. Xo'p, shu bilan birgalikda o'sha aytaylik suv orqali, shu bilan birgalikda tuproqda saqlanishi oqibatida bu kasallik tuproqda bir 8 oygacha saqlanib qoladi. O'sha tuproqdan tarqaladi. Shu bilan birgalikda o'sha shamol orqali ham tarqalish ehtimoli baland bo'ladi. Shundan ehtiyot bo'lasizlar. Sug'orishga ehtiyot bo'lasizlar. Eng avvalo namligi kamroq, namligi ko'p saqlamasdan, ekin maydonlarida namligi ko'p saqlamasdan tuproq nam sig'imini
ko'p ushlab turmasdan kam kam tez tez sug'orib iloji boricha tuproqda namligi ko'p muddatlarda saqlanib qolishini oldini olasizlar. Shu asosiy maslahat bo'ladi. Bu agrotexnik tadbirlar jihatidan qaraganda asosiy kurashish chorasini agrotexnik tadbir jihatdan qaraganda asosiy kurashish chorasi bo'lib hisoblanadi. Xo'p, bu kasallik ekin maydonlariga tushib qoldi yoki bo'lmasa tushmasdan oldin profilaktik tadbir sifatida qanday dorilar sepish mumkin? Xo'p, bu kasallikni tushmasdan oldin sepishga asosiy beradigan maslahatlarimiz Argamiki S preparatini profilaktik tadbir sifatida ishlatsa bo'ladi. Bu Argamiki S preparati o'simlikka sepilganda o'zini 20 kundan 40 kungacha himoya vaqtlarini ta'minlab beradi. Shu orqali ham himoya qilish yaxshi samara beradi. Profilaktik tadbir sifatida yaxshi samarali biofungitsid bo'lib hisoblanadi. Xo'p, undan tashqari aytaylik, tuproqda saqlanib qolish, kasallikni tuproqda saqlanib qolishini hisobga olgan holda Argamiki F preparati, bu preparat tuproqqa sepilganda tuproqdagi bor kasalliklarni o'ldirib tozalab, shu bilan birgalikda o'sha ekinni ildizlari atrofidagi kasalliklarni ham o'ldirib tozalaydi. Bu ham o'sha ham profilaktik tadbir sifatida, ham ekinni tuproqdagi kasalliklarni o'ldirish sifatida ham qo'llash yaxshi samara beradi. Xo'p, undan tashqari kasallik tushib qoldi deylik. Mana shu hozirgi boyagi ko'rsatgan kasalligimiz ekinlarga tushib qoldi deylik. Bu tushib qolgan paytida eng avvalo birinchi bo'lib kimyoviy kurash choralari qo'llaniladi o'rtoqlar. Bunda aytaylik, tarkibida kazugamitsin ta'sir qiluvchi moddasi va shu bilan birgalikda mis ta'sir qiluvchi moddali dorilar sepish yaxshi samara beradi. Eng avvalo shunga e'tibor beriladi. Hamma ham kazugamitsin ta'sir qiluvchi moddali dorini topa olmasligi mumkin. Bo'lmaganda o'sha tarkibida misi bor mis tarkibli dorilarni sepib qo'yish bu kasallikni ma'lum bir muddat to'xtatib turish, bu kasallik mis tarkibli dorilarni sepish ma'lum bir muddat kasallikni oldini olib to'xtatib turishiga yaxshi samara beradi. Undan tashqari biopreparatlardan, o'sha biobakteritsidlardan pseudobakterium preparatini sepib qo'yish yaxshi samara beradi. Kasallik tushganda to'xtatib 10 kun, 15 kun, 20 kun muddatda to'xtatib turadi. Mana shu asosiy kurash choralari bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birgalikda undan keyin o'sha tripslarga qarshi kurashish kerak bo'ladi. Bu o'sha kompleks kurash choralari bo'lib hisoblanadi o'rtoqlar. Keyin undan tashqari, agarda mabodo kasallik simptomlari ko'rinmasa, ekin holatlari yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bir stimulyatorlardan foydalanish kerak bo'ladi. Bu ekinlarni, ko'chatlarni immunitetini ko'tarishga xizmat qiladi. Mana shu jihatdan ham ekinlarni himoya qilish yaxshi samara beradi o'rtoqlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Tez orada bundan hasharotlar haqida ham, sarimsoq ekinlarini, shu bilan birgalikda piyoz ekinlarini asosiy zarar kunandalar haqida ham ma'lumotlarni berib boramiz o'rtoqlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Tez orada yaxshi, foydali, manfaatli videolar qo'yib boramiz o'rtoqlar.